57. ayını okuyan 58 kelgan 57'den okutaylı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hamdel şakirin ve nusallimu ala rasulihil kerim ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu ve taala وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ Beni İsrail'ga Allah Teala ata qilgan ne'matlarni bir-birlab eslatib. Şunun qatoridan sizlarga bulutni soyvan qilib berdik. Ja'alnal ghamama yudillukum sizlarga bulutni soy tushirib turadigan qilib berdik deydi. Va zalika fit-tih deganimiz shu ezib yurgan joy shu jarayon yoki şu zimin, urun. Bu şu Sinay bilan Beytul Maqdis aralığındaki bir yerlarni 40 yıl ezib yurdi. Sahharallahu lahumus sahaba yasiru bi seyrihim yudilluhum mineş-şems. Allah Taala ularga şu bulutni musaxxar qilib berdi. Xizmat qilib berdi. Bulutni xizmat qilib berdi. Ular manzimadigan, to'stirdigan, oftobdan soy tushirib turadigan qilib berdi. Va yanzilu bil-layli amudun min nar. Keçide otdan bir kaltakdak, bir türükdak bir narsa tushadi ekan. Tushib, ular shuning yo'riqida minib oldi ekan. Va thiyabuhum la tattasihu va la tabla. Kiyimlari kirolmaydi ekan yoki ko'nrab qolmaydi ekan. Bu Alloh taolo ashullar bergan ne'matlar. Yani bular cho'ng-cho'ng xatolikni qildi. Qilgandan keyin payg'ambar Musa alayhisalom uni qarta istig'for etdi yoki yana Alloh taolodan tiladi. Tilgandan keyin Musa alayhisalomning duosi ijobat qilgan holda yana unda ne'matni berdi. 40 sanata yatiyuna fil ard. Dedi-ku 40 yil aslında cho'glaydigan bir qirdan chiqolmaydigan, endi ezib yuradigan bir zaminga tashlatdi buni. Aytganigim shu chog'da Musa alayhisalom Allohdan tilaganda bizga bo'g'liq bo'ldi. Bizga shunda bir iltifot qilib, marhamat qilib, rizq vasla. Bizga bunda ne'matni bergani ijobat qilib, mush ne'matni berdi. Bunisi Musa alayhisalom bormi? Musa alayhisalom bilib bor. Bular ezib yurib, keyin andin Baytul Maqdisga kerakli deb az qolgan chog'da andin Musa alayhisalom shu Baytul Maqdisga yaqin qolgan aralıqda o'lib ketdi. O'lib ketganki, uning izbasari Yusha nun bular bilan Baytul Maqdisga kirdi. Ve enzelna aleykumul menne sizlarga yana osmondan manni tushirib berdik. Manni degan nima? Taranjibin. Taranjibin degan nima? Yani asal, bir turlik asal deydi buni. Yoki asal simon, yilim simon shunda shirin bir yemaklik. Ve kana yanzilu alayhim mitla salj. Xuddi mo'ldirdak, qirodak, mo'ldirdak bunda tushar ekan. Min tulu'ul fajr ila tulu'ush shams. Tong atgandan keyin kun chiqqan qadar aralıqda tushadi ekan bular. Likul insanın sa' her bir kişiye bir sa' 2 kilo atrafı düşüyor. Bir kunluk ozuqluq normaldan düşüyor. Ve selva degan xudan lug'at mustansa buni tasriy etadi. Sen bunu yeysan başka her qanda huzurliq tamoqni, mizlik tamoqni to'ldiradigan shunda ta'amlik narsa demak. Bu dona deb tafsir qilingan. Kana ba'atullohu alayhimul januba, janub deganimiz Cenub Şam'ı var. Resulullah'ın hadisinde nusirtu bis sema ve uhliket adun bid dabur. Ben Şerq Şam'ı ile nusret verildim. Ad Garb Şam'ı ile alaq kılıngan deb var. Şu Şerq Şam'ı deganni muşundan ağla elib Şerq Şam'ı deb marka qo'ygan. Domfang degan marka var. Yasi bu obdan gap. Bereketlik, bunda yaxshi nimani bildirgan. Ammo Garb Şam'ı deb qaz bu chataq. Butun uni vayron qiladigan, buzutadigan shamol. Shamolning turi var. Matribdan chiqsa obdan shamol. Matribdan chiqsa tatu shamol chiqqanda, tatu quyun deymiz bizdan. Bu bo'ron tatu chiqsa chataq. Endi va janubdan bunda nima qilib bularga shu shamol balki bu budunlar janub tarafda bo'lgan bo'lsa, shamol shunda aydab qolni bir joyga to'plab jirib bir degan. Fatahshur alayhim salva, yani jirib bir degan. Va hiya samani deganimda buduna olay degandek narsa. Fayadbahur rajul minha ma yakfi. Xalqning o'zi kifoya qilgan holatda bo'g'izib oldi ekan. Semizlarini tanlab. Va qulna lahum biz ularga yanında kulu min tayyibati ma razaqnakum. Biz sizga ato qilgan rizqlarning tamliklari, tatliklari, paklari, alallar deganlar. Tayyibat degan mushmani hamma o'z ichiga oldi. Va ma zalamuna. Endi dedik deydim. Bu yerda bir jumla misal mahzub bor. Bunda rizq bergan narsaning shunda lazzatli paklarini yanglar deb shunda beribdi ular. Kelsak bular yana buni shukr qilmadi. Shukr qilmay, shukr qildi. Buni qilishini bizga zulm qilmadi. Bular bizga qilmadi.
Ve ma zalamuna bizi kılmadı. Yani fazalamu bi en keferu hadin ni'am. Demek muşu nimetlerini yanla desek bula muşu nimetleri tuzgurluk kılıp usallık kıldı. Bunun kılmışı bizge zulüm kılgandı ibaret emas. Walakin kanu enfusahum yazlimun. Lekin bunu özlerine kıldı. Enfusahum mef'ul yazlimun ve huve haber kana. Yazlimun enfusahum demekçi. Enfusahum yazlimun ve huve haber kana degan huve nima qaytada? Enfusahum qaytada. Ve iz qulna dukhulu hadhihi al-qarya. Yani aslanlarki biz muşu şehirge, muşu kentge, muşu yezga kiringlar degan vaqtimiz nedi? Yani aşularning zoq ezib yurgan joydan chiqdi bular. Chiqib endi Baytul Maqdisga shunda yaqinlashgan chaqda muşu shahirga kiringlar deb buyurdi. Ey Baytul Maqdis, yani qarya degandan maqsad ishada Baytul Maqdis. Maqdis kiringlar dedi. Yoki Ariha, Ariha Falastinning bir shahar. هذا غزة أريحة تدغى هذا مش أريحة ياسمنا والقرية المجتمع من قريت لأنها تجمع الخلق قرى ديان bu toplashni yig'ishni bildirgan narsa odamlar toplashgan joy kentlaşgan bir kent yezar deganda umiru bidkhuliha ba'dati demak ezib tezib yurgandan keyin bular 40 yildan keyin andin kiringlar deb buyurilgan dedi 40 yil ishida osmonlarda bo'ldi haberik to'g'ri bu o'ylab qoldi o'zi dehanchilik qilmaydi-da. Aşu nimadan chiqimiz davomda. Masalan, siz bir cho'lga kirib qollar. Bir jutdan bir jut ketayotgan chog'da. Cho'lga kirib qolib, u yerda bo'ldi, chidini qilib uy yasab yashaymiz damlar, aka. Aşu manzil borsam bo'ldi, menga yurgan gap. Yo'q, shular ashunda cho'glab, shahay chiqdi yoki ko'zgan yerga borib to'xtab, yoki Baytul Maqdisga borib to'xtab, 40 yil shu yerda aylanib yurdi. Shu jarayonda bir avlod almishib ketdi. Yani Musa Aleyhisselam'ın o ahirki ömrü kirib, şu Baytul Maqdisga kiringlar degan şu yer kelgan chaqda şu chaqda o'lib ketdi. Musa Aleyhisselam shundan qatarda boshlanmi? Ba. Alloh taolo shunday. Ya Bani İsrail'in de azdıgan. Bani İsrail'ni aşunda kılmışları tüpeyliden. Bu Musa Aleyhisselam men bilan juringlar va Baytul Maqdisga urishaylar. Inna fiha qawman jabbarin ve inna lan nadkhula hatta yaquluna fa yaquluna fa inna dakhilun. Ki anda yani urishing idhab anta va rabbuka faqatila. Ba'za o'tiribdi sen Rabbingga bir urishib kelga. Bunda deganki andan bular 40 yil mushunda aylanib yurganga Alloh taolo hukm qilyapti. Lekin Musa Aleyhisselam bormi shular? Bu g'azab hozir Musa Aleyhisselam ekanmidi? Musa Aleyhisselam payg'ambar bo'lish bilan qavmini buyurdi, vazifasini ado qildi. Lekin ma qavm bunda usalliq qildi. Alloh taoloning kelgan g'azab bu. Shundan shu g'azab kelganiga yana Musa Aleyhisselam payg'ambar bo'lgan ekan. O'z qavmiga yana shunda kuyimchan bo'lgan ekan. Ey Alloh Rasul bizni och qo'yma, rizq bersinlar. Bunda deb duo qilgan ekan Alloh taolo shirkay. Yani payg'ambarning duosini ijobat qildi. Bo'lmasa bu shundan qilgan qilmishlarining har biri buni yajtiriblamda o'tirishga loyiq. Lekin Musa Aleyhisselam bunda duo qilgan ekan, ya'ni ijobat qilgan. Fakulu minha min ta'amil qaryati va thimariha. Şu kentning yezininki yemeklerden, meyveçilerden yanlar. Budan 40 yıl nima qilsa buduna, ashunimni asaldek narsani yeb, o say ko'ktab, amunda narsani sig'inib, yegishga nafqatda bular. Shofumiha va adasiha va basaliha deb duo qilgan irva. Demak, bir xil tamom yavrib, aqancha kavob yesimi, endi obdan narsa yesimi, bizni yavrib keyin chiqdi ham bular asl teraqchilik qilgan ha. Keyin go'shlar nimalar yaragandan keyin bu saykotatga o'zidan aslanliqqa yemekiga sig'inib qoldi. Fakulu minha, yani bu bir ne'mat mana. Ashundan yanglar, ash yezdika mevchivildan saykotatni yangladi. Haythu shi'tum ragadan, bu bir qatim oldimizda o'tdi-ku. Yani Adem alayhisalom Alloh taolo jannatga tushganda ziminga, haythu shi'tum ragadan. Yani xaliqninglarcha kang tasha, rahat parag'at yepishinglar dedi. Vasi'an. Yani ragadan ne vasan dedi, rahat parag'atda kang tashagan. Wadkhulul baba, yani şu darvozdan secde qilgan holatda kiringlar dedi. Secde qilib kiringlar. Yani bu bab degan nima? Shu shaning darvozasi, yani Baytul Maqdisdan. Aw babul qubba allati kanu yusalluna ilayha. Yoki ular namoz o'qiyotgan bir gumbazdak joyninki ish kerak. Biz qubbat sahra deganda bunda bir yer desak, shuni darvozasidan secde qilib kiringlar degan bu bo'ldi deb. وهم لم يدخلوا بيت المقدس في حياة موسى عليه الصلاة والسلام. Ular Musa Aleyhisselam'ın hayatında Baytul Maqdisga kirmagan. Demak shu Baytul Maqdis shaga berib qo'yish Musa Aleyhisselam yo'lda o'lib ketgan. Va innama dakhulul baba fi hayatihi. Demak Baytul Maqdis kiranmay, darvozdan Musa Rasulullohning vaqtida kirgan deydi.
darvozadan kirib turgan Baytul Maqdis kiramoqdan. Bu darvoza endi shu rayonning sirtira bir sepilning darvozasida yani bir darvoza. Hayotida darvozasidan ko'p lekin Baytul Maqdis. Demak Baytul Maqdis yaqin qolgancha o'lib ketdi demoqchi. Darvozani Yani bir rivoyatda Musa alayhissalom Baytul Maqdisga yetib borguncha o'lib ketib, yani da ko'rindigan ya kelgancha o'lib ketib, men mana shu nimamda Baytul Maqdisga yaqin yerga bir qo'yinglar degan rivoyat bor. Shunga asosan ba'zi olimlar o'lib ketgan kishini boshqa juda olmasdan, yo endi ulug'roq bir joyga, yo ma'lum bir joyga olib bunda qo'yash joizmi, joiz emasmi degan masala talashlar chiqqan chog'da Musa alayhissalom endi degan testimni olib qo'yinglar deb bunda qilgan joiz bo'ldi deb. Va dakhalu Baytul Maqdis ba'dahu. Demak, Musa alayhissalom vafot bo'lgandan keyin andan Baytul Maqdis kirdi. Zaten o kiralık dep buyurgançalık vuruşmayı kimler onu da bek kavul uskallık yoğun adamı var biz ondan tamamlanmayımız onu da turuldu. Musa Aleyhisselam çarlıklı adam verse bu şehirliklerinin ahlakında harbi küçük kandarak tekşir kılınlar cevabını mağlam danlığa başka demeyizlerse berip bu şehirliklerine kavulsunda amalık cebbarin diyen şu. İnne fiha kavmen cebbarin. Bunda adamlike harbiy kuchlikan bo'lar, bizning tan qurilish jihati olsin, nima olsin kuchlikan degan xona kelgandan keyin Musa alayhissalom deb keyin boshqalarga yetib qolganda uni. Ulug' kuchlikan degan xabarni biz tekshirdik, ko'rdik. Basaq uni harbiy jihatdan kamarroqkan degandan keyin asli Musa alayhissalom deb boshqa hech kimga uqtirmagan bo'lsa bu maxfiyatlikni. Unda qo'rqib jumaylam atlanib Allohning nusrat urisidan g'alaba qilgan edi. Lekin keyin g'achni bu xabar taqib ketgandan keyin u qo'rqoq bir cho'dimlar keladi bizni. Kuchimiz biradek aran tankildigan odamlar ekanda inna fiha qavman jabbarin bizlarga ziyat chimaymiz deb qo'rqdi bu. Qo'rqib ashunda andin tiriksin mana. Eng oxiri tiriksildan keyin andin yana darvozadan tashib kelib o'tgandan keyin Musa alayhissalom aytdi. Demak, o'sha sajda qilgan holatda kiringlar dedi. Sujjadan hal وهو جمع ساجد أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب. demek aş darvozaga bağlı vaqtida secde qilishga buyurdi. Ya darvoza o'tganda ya darvozaning oldiga kelgancha secde qilishga buyurdi. Shukran lillahi taala va tavaduan. Alloh taolo shukr qilaman. 40 yil bir avlod bizning bunda aylanib ezib yuribdi. Endi taqa biz ko'zlagan manzilga Alloh taolo yetkazibdi. Shukr ey Alloh deb secde qilinglar deb buyurdi. Biz bunda bağlasak ham bu gapning nereden kirib chiqqanligi, nima uchun bunda deyilganligi andan aydınlaşılacak. Bak degan Murat ne bu? Baytul Maqdis'dagi shu shaharning sepilninki darvozasi deb qaralibdi. Shu balki nima bo'lishi mumkin? Janliqroq bo'lishi. Yoki ayrim bir anda namoz o'qilgan bir gumbazdek bir joyning nimasini deb qilibdi. Va qulu hittatun, ya'ni hitta danglar debdi. Bu hitta degan nima? Secde qilinglar, hitta danglar. Fi'latun min al-hatt. Hatta degan odatda va kechiritish, tushiritish, elitish degan bo'ldi. Aslida so'zlashgan chog'da majbur qo'yib beramiz-ku. Qo'yib berganim bildirdi. Demak, bizning xuddi gunohlarimizni bunda kechiritib, afv qilib mayl deyasizlar degandek. Ya'ni siz secde qilgan holatda, ey Alloh bizning gunohlarimizni shundan bir tozalasizlar, mag'firat qilasizlar deb bunda deb secde qilib kiringlar. Va hiya xabar mubtada mahzuf. Mishada bir mubtada vakin ilib tashlanib ketgan. Bu bo'lsin mas'alatuna, sualuna degandek. Ya'ni bizning tilaydig'imiz bir mag'firat. Hatta yani mag'firat desak mesela, duayımız mag'firat, tilikimiz mag'firat, tilaydig'imiz mag'firat degandik, ha? Aw amruka hittatun, yoki sizning mishar bizga eng loyiq qilib beradigan ishlari bizni mag'firat qilish degandek. Wal aslu an-nasb, aslida hittatan bo'lish kerak. Asli hitta deganda asli nasb bo'lish kerak. Masalan, qanday afwan, shukran, subhana degandek-ku. Biz odatda shuni degan chog'ni degan to'q, igfirna ghufranan, ashkuruka shukran degandek asli hittatan bo'lsa odatda arabning musta'nomi kelibdi. Lekin bu yerda mubtada mahzuf deb taqdir qildi. Va qad quriya bihi va qulu hittatan deb muqra qildim-to. Bimana hatta anna zunubana hittatan. Yani bu hittatan degani maf'ul mutlaq bo'ldi. Yani bizning gunohlarimiz shundan bir mag'firat qilasizlar, hech nima qo'ymaydigan tariqa.
وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات. أن حتة مرفوع كريستك مقصد بهذا ممكن مغفرة دوم نشدغن bir مغفرة تليماز جمان. وقيل أمرنا حتة أي أن نحط في هذه القرية ونستقر فيها. يعني من دام تسقط بزنا işimiz hazır. Müşahede mukum yaşaş diyenler. Biz müşahede mukum turumuz hem de diyen tarikada. Biz müşahede mukum turumuz da secde kılıp bizden müşahede 40 yıl ezip yürürken musibetten kutazla müşahede mukumlaşılan buldu diyen tarikada tefsir kılınıptı. Yani hatta rihal demiz o. Hatta şunu menzil kıldı, turaklı cay kıldı diyenler. Ama hatta diyen mi şu bir kere? Şu düşkün kıldığı cay. وعن علي رضي الله عنه هو بسم الله الرحمن الرحيم. Yani Ali radıyallahu anh nokta hiddatun diyen bu aşılarının tılıda Bismillah diyen söz. Yani işini seyredip Bismillah tekbir Allah. Çünkü her kanda eş Allah'ın namının başlamışsa bu çok kentok. Ama oyunda buldu. وعن عكرمة هو لا إله إلا الله. La ilahe illallah diyen söz. Hani bazı sözlerde kıskartılma, bu da mesela tahlil dediklerimiz var. Tahlil diyen la ilahe illallah, tekbir ya Allahu Ekber, besmele diyen. Şunu okşayın da hatta diyene belki onun nasılda tahlil ya besmele. Muşun bildirici mümkün ama da tefsir kıptı. Nağfir lekum hatayakum. Sizler muşunda seydiqigan alette hatta deb kirinlar ki şunda kıysanlar biz sizlerin günahlarınlarını mağfiret kılıvetkeymiz. Hataya cem'u hati'ah. وهي الذنب يغفر مدني تغفر شامي يعني مدينة قارئلere يغفر da boktu. Nağfir niço? Şam قارئلere تغفر da boktu. تغفر yani mebdil mechul. Hatiya ne faal oldu? Şu muannas geldiğinde. Yani yuğfar olsa yani okşaş. Lekin muzakker muannas farkı var. Yani bu hatiya olan yuğfarın ağırlığı lekumda fasıl olan iken bu fasıl olsa buldu deb yana ya muannas gayri hakiki bu deb yana caiz olduğunu tarif. Ve senezidul muhsinin. Atese sizin günahlarınla mağfiret kılıp yana sizlerin ubdallarını, yaxşılarını, yaxşılık qilganlarni tahmin silab bunga qo'shimchani mukofotni silab bermazdi. Ay man kana muhsinan minkum kanat tilka al-kalima sababan fi ziyadat thawabi. Sizlarni burun tortib anda taat ibodat qilgan, asli qilmay kelgan bo'lsa, yana mushunni qilsa, uni tahmin nimasi ashudu, ortiq savob beramiz demoqchi. Va man kana musian agar o'sal kishi bo'lgan bo'lsa, gunoh qilayotgan kishi bo'lsa, o'shada mag'firat qilamiz. فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي قِيلَ لَهُمْ. Bu zalim boğallar, özgü zulüm sağallar, kandak kıldı. Ulağa diyilgen sözden başkaga almaştırıp dedi. Bu şu Allah Teala diginini desen buladı, toluğu dedi. Demek bu şu ayet ne? Aşkın kılmışsın görsen Yahudi diyen sözün şunda çok eleştirilen insanın vücuda bir yerginiş peyda olan söz çıkıdı. فِيهِ حَذْفٌ وَتَقْدِيرُهُ. Biyada bir kıskartılış var. Şunama bunun cereyanı kandak tebeddellellezine zalemu billezî qîle lehum kavlen. Yani ulağa dilgen sözün ornuğa, ulağa dilmeyen başka bir sözüne almıştır diyen bu. Tebeddele taaddet ila mef'ulun bihi vahid bi nefsihi. Yani tebeddele diyen söz mesela mef'ulun birine keldi dedi. Özü birge mutaaddi oldu. Ben ekliş olan yeni birge mutaaddi oldu. Demek bir şey iki nesine ekliş gerek. Mef'ulun bir de iki ekliş gerek. Lekin bu ayette birine keldi ama bunda olan birisi çoğu mahzuf değil. Yani almıştırdı diyen ki manı almıştırdı iki nesine ataş gerekti. Hazır yani bir nesine atanan iken birisi mahzuf. Yani hatta diyenin ornuğa böyle başka sözünü buğdayız. Hinta deb almıştırdı. Febeddele ta'addud la mef'ulun vahid bi nefsi ve ila ahara bil ba. فالذي مع الباء متروك. الذي diyen ki bir şey, الذي diyen şu adetteki ba'dan kelgen mef'ul nima şu mahzuf bo'lib ketdi deydi. والذي بغير باء موجود. Ba'dan kelmagan mef'ul ba dedi. Qawlan غير الذي قيل لهم bu ba'siz kelgan mef'ul ma. Ama بالذي قيل لهم diyen şu o mahzuf. Yani wada'u makana hitta qawlan ghayraha. Yani hittanın o'rniga başka bir so'zni qo'yildi bu. Ay umiru bi qawlin ma'nahu tawba vel istighfar. Yani ular ma'nisi tavba istig'fordan iborat bo'lgan bir so'zni aytishga buyurilganda, ular
xiloflik qilib qani devaldi ila qawlin laysa ma'nahu ma'na ma umiru. Ular buyurilgan so'zning ma'nosi emas, boshqa bir so'zni devaldi. Boshqa bir ma'nosi bor so'zni. Allohning buyrug'ini bajo keltirmadi. Va qila qalu makan hatta hinta. Bundan tafsir qilinibdi. Hatta deganning o'rniga bular hinta deyapti. Xuddi ra'ina deganni qanaqada usullik shiltib andadiga. Va qila qalu bin nabatiyya haqqan simqatan. Bu nabatiy tilda şu Ürdaniya bilan Iroq oraliqda yashagan bir millat edi. Ziraat bilan shug'ullangan bir millat. Shu tilda hatta simqanan deganda yani debdi. Yani bu hatta simqanan degan nima desa ashunning tilda hintatun hamraa istiza minhum. Yani ular masxara qilib zanqi holatda hatta damlarsa qapqara buğday deganda bundan narsani diyor. Hamra degan qizil buğday deydilar. Minhum istiza minhum. Ashulardan chiqqan masxara bu. Minhum degan sadir minhum demak. Yani istizaun sadir minhum min janibihim. Lamma qila lahum ashulaga hinta danglar deyilgan chaqda ulardan nima gap chiqdi? Masxara qilish chiqib qizil buğdayı rasladi. Yani bular mag'firat ko'yda emas bular. Faqat qo'saqning ko'yda. Bularga budun niyat, asal niyat bizga buğday Telefon qilgan samsak piyoz bundan narsa saqlab ketib qizil cho'g'dak o'tqashdek buğdaydan bergan bo'lsalar hozir bu yerda balla masalan kepakni eg'i kelsa shunda shu chashdek tashlagan lag'manni saqlab ketdim deydi-ku. Ana asta qaytib ketadi. Shunga o'xshash bo'lma qat qizil buğday bergan bo'lsalar bo'lma shu lag'manni saqlab o'xshaydi. Demek bunu meskhir kıldım. وَعُدُولًا عَنْ طَلَبِ مَا عِنْدَ اللّٰهِ إِلَى طَلَبِ مَا يَشْتَهُونَ مِنْ أَعْرَاضِ الدُّنْيَا Allah'ın huzurdaki mağfiret, etu, ayında çoğun savabını koyup bular, onun ornuğa dünyanın erzimez, kımmeti yok, ners gereklerini tilep duruldu. فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَامِشَ الْخُدَّ ta'qibdi. Bunda depti, şu hamallam azap geldi. Ta köpünce ahvalda bunda kıygan haman gibi. Şu peygamberlerin duasının köpünçte testecednalar. Bunda diyenigillam fakir. Bunda da dua kıptı. Derhal şu çağdan bunda koyaptık. فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا رِزًّا Üzgü zulüm kıygallarının üstüge rizz şürbettu. Şu haman. Rizzan nime bu? Azab. وَفِي تَكْرِيرِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ظلموا دب فبدل الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا دب بهذا ظلمون işkıtın tekrarlap kaldı. Ziyadatun fi takbih emrihim ulanınki kılmışını tehmi kabihlikini gösteriş. Yani onun aldığımı zalımı da bir neçe yaptırdı. Ama navalki 3-4 katın tekrarlagan boğanıken bu ulanın cinayetini teslim kılışı ibaret. Yani ayında unutulmadık, devamlı kılığını tuttuğun bunda eğer cinayet ötküzgendek ulanın ayette kılmış kabih değil mi? وَاِذَانٌ بِاِنْزَالِ الرِّزِّ عَلَيْهِمْ لِظُلْمِهِمْ Yani ulanın zulmü eğir boğaçka, ulağa aşında azap düşügenlikini cekalaştığını ibaret. Yani azapның xuddi sebebi nima? Şu zulm. Bu da hüküm çıkargan çağda, ceza ilan kılgan çağda nima kılınmaz, cinayetini bir digitimiz var. Allah'ın manda cinayet ötküzgenlik üçün, bunuğa mançıl hüküm kılındı, ölüm cezası verildi dergendi. Xuddi müşahadamın bir cekalet teşen. Minesseme bu azap nereden geldi? Asmandır. Bima kanu yastukun. Bu azapның sebebi aşularının kılmışları tüpeylidin. Hasıklık kılıvatkan hatıl boğallıklardan geldi. Rüya ennehu mâte minhum fi sa'atin bitta'un 24 alfa. Rivayet bulunsa ulardan aşu bir saatning içinde vaba kesildiği ta'un ya vaba. Jukumluk kesildiği. 24 kişi bir saat içinde ölüp. Kuduma tokuğa, kolera ya ki bunda bir zükam tegse bir saatin içinde neçme ölüydü o. Şunu koşa pıp düşken. Vakile 70 alfa. 70 bin öldü dedik mukarrım. Ve idistasqa Musa li kavmihi. Yani yana eslanlar, yana nimetini sanap bir otudu. Yani şu çağını eslanlar ki Musa öz kavmi için yamğu taraf kıyğantı. Su taraf kıyğantı. Mavda iz nasbun. İznin orna nima? Nas. Nima? Uzkur iz degandek. Uzkur vaqta degandek. Ma çağını esladim. Kanna qila vazkuru iz istasqamana. Şu su taraf kıygan çağını eslanlar degandek. Ey isteda en yusqa kavmi. Yaki şu kavmiga su taraf kılış
Şu dua qilishi talab qilinganda, balki bizga bunda dua qilsizlar deb, yomg'ir talab qilib bersizlar degan bo'lishi mumkin. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Shuna dua qildi mana famshada, shu dua qilishi hamon bizimizda idrib bi'asakal hajar. Sen ash toshni hasan bilan urgan dedi. Atashu fitti. Bu anda shu aylanib yurgan 40 yil jarayonida buni ushlab ketadi. Su tapamay. Voy bunda bir Allah Taala dua qilgan bo'lsalar deb u qavma talab qilgan ekan. Musa alayhisalom yomg'ir talab qildi. Yani bizni suvam bo'lsalar, ya yomg'ir orqali yoki buloq chiqarib turish orqali yoki bir ustam binosi tushirish orqali yani. Shuni istisqo deysizlar. Bizni salatul istisqoga bu odat yomg'ir talab qilish deymiz endi. Lekin asli moddasi sug'urish talab qilishim. Bu yomg'ir bilan bo'lishi mumkin, bunda buloq bilan bo'lishi mumkin. Ish qilib suv ato qilishlar demak. Faqila lahu idrib bi'asakal hajar. Toshni urgan dedi. Bu qas toshi al-hajar yani kim? Al-lamu lil-ahd. Ma'lum bir tosh bo'lishi mumkin. Ashundan mustamda ya oldida bir tosh bor ekan. Yoki ashunda bir qudigan bir tosh bor ekan. Shu toshni debdi. Wal ishara ila hajarin ma'lum. Ma'lum bir hajar bor edi. Faqad uriya annahu hajarun turiyun hamalahu ma'hu. Yani rivoyat qilinishcha Turi Sinadan bo'lib ko'tarib mangan toshgan. Alay direkt tosh yoki chiroyli tosh chiqqanda toshgan. Shu toshni ham Turi Sinadan bo'lib tavarruk bo'lib buni ko'tarib manib ekan. Shu joyda ash toshni degan. Sendiki ash toshni urgan deganman. Va kana murabba'an lahu arba'atu awjuh. Bu 4 joy toshganda 400 ekan. كانت تنبع من كل وجه 3 أعين لكل سبط عين. Her bir yüzden 3'ten bulak çıkır ekan. Demek 12 bulak çıktı degenge. Ve kanu 600,000 sabatning mudoq bir qabilanda. Her bir qabilaga birdan bulak. Bular 600,000 kishi ekan. Vasiatul muaskari 12 milan. Bunun bargah deyiladi. Tura manzilninki qancha gayaga tushgan qilgan bular. Bir yer tursa qancha gayani egallar ekan. 12 mil, yani 120 kilometrdek yagchi bor ekanda bunun. Azada chidirtik turgan bo'lsa. Avlil jins yakan da al-hajar degan qanday tosh bo'lsa, tashlam kasib bizni urgan degan bo'lishi mumkin. Ya'ni tosh deb atalgan ashinasini urgan demakchi. Qanday tosh bo'lsa. Va hada adhar fil hujja. Bu anda mo'jizlik nimada ma'qullik deydi. Ve abyanu fil qudra. Allah Taola'nın kudretini nima qilishda texmi aniqman. Yani bu alayli bir taş olsa belki bu taşning bir xil xislatlik taş bo'lganligi bunda chiqdi deb qilish mumkin. Masalan, bu tashdagi bir xislatda ekan. Alayli bir taş değil. Lekin qanday taş olsa o'r desa, Allah Taolo qanday taş olsa payg'ambarga bunda bir mo'jiza berib, o'zining qudretini namoyon qilganligini aniq bayon qildi. Fanfajarat. Yani ur deb to'q g'achchida etib chiqdi. Bu yerda hozir bir qisqartish bor. U debdi, undan keyin andin etib chiqdi. Xuddamdi bu yerda shu aytib bir xil tezligini, xuddamdi shu urdabdi, shu so'zimizni ham etib chiqdi degandekni bildirdi. Lekin urdi deganni odatda so'zni ma'lum bo'lganlikda, buni davjimay so'zni qisqartib tez qilishga iborat. Al-fa'u mutaalliqatun bi mahzuf. Ay fadaraba fanfajarat. Ay salat bukata. Yani etilib chiqdi, buldukshib chiqdi degandek. Uribda uyg'ondan keyin chiqdi demakchi. Aw fa in darabta faqad infajarat. Salatga aqdi deymiz-ku. Navoiy bol aqdi degan. Jiq aqdi degan. Yani infajar degani biz buldukshib chiqdi desak bo'ldi. Va ya ala hada fa'un fasiha. Demak musharik fa'dir nima? Fa'un fasiha deb atalgan fa'dur dedi. Musharik tilda fa fasiha deb atalgan bir fa. Fa'ning turi. Shu qatorga kirdi dedi. La taqa illa fi kalamin baligh. Nayt balag'atlik. Yuqori martabalik so'zlardan keladi bu fasiha degan. Fasiha degan nima? Fasiha yani mufsiha demakchi. Yani ifodalab beruvchi. Ashuni uqtirib qo'yuvchi degan ma'no. İzhar qilib beruvchi, ha? Ko'nglimnikini afsah deymiz-ku masalan. Afsah ma fi qalbik deydi. Ko'nglimnikini degan. Yani ash ko'ngildikini, yani yo'shirilgan narsani unda izhar qilib turgan fa. Yani yo'shirilib qolgan bir so'z bor. Shuni izhar qilib turdi. Yani fadaraba degan so'z hozir tushib ketgan. Shuni ma'lum qilib berdi. Fanfajarat minhu 12 ayna. Ash toshdan 12 buloq etilib chiqdi dedi. Bu 12 qabilning soniga munosib ekan. Va quri'a bi kasri shin va fathiha va huma lughatan ashirata deb. Bu shunday deydi, boshqa shinoma yo'q. Ashirata deb o'qidi buzadi. Andan ashirata deb bunda qira'at. Bu ikki lug'at keldi. Ashar degan so'z ikki xil lug'at keldi. Ma biznikilar shu yo'ldan. Va aynan tamyiz.
Temyiz nima Uyg'urchani bilasizlar? Grammatik o'qiydilar. Farqlantirgach, aytara bu narsa bo'lishi mumkin. Ya'ni shu bir narsaniki turini, jinsini bayon qilib qo'ygan. Nimadan, qaysi narsadan 12 na desa, buloqdan 12 na. Qad alima kullu nasin, har bir qabila, har bir kishi, ya'ni kishilar, har qabila o'zininki suv ichadigan buloqni bilib oldi dedi. O'zi ma'lumkan, xuddamda 12 buloq olgan ekan, ma buloqni ichida deydigan, hammasi o'ziga tayyorlansa, o'zi bilibdi bular. Birini olgan 12 kelib o'tlab chiqdi. Bir urush bilan 12 kunimizda bir urdi. Mashrabahum ya'ni shu ichadigan buloqqa. Demak, bo'lamda ma turba ma'luqas, ma turba ma'luqas, ma buloq ma'luqas tabammini xudigan. Bo'lmasa talashtash shurab yoda jidal majra chiqdi. Va qulna lahum, bu tafsirdan biz yana ularga nuzoq kulu yanla ichinglar dedik. Nima deydi yanla ichinglar demak, bu shu ezib yurgan vaqt bo'lgan ekan, minna salvada. Andan shu buloqning suyidan ichinglar dedi. Nimadan? Rizqillah. Yani Allah ata qilgan rizqdan. Ayal kullu mimma razaqakumullah. Bularning hammasi Allah sizlarga bergan rizqdir. Va la ta'thaw fil ard. Yani ziminda qabih buzg'unchilik qilib ketmanglar. La tufsidu fiha, buzg'unchilik qilmanglar. Wal afyu ashaddul fasad. Intayin ig'ir buzg'unchilik qilishdan iborat. Mufsidin hal muakkada. Asl la ta'thaw fil ard degan buzg'unchilik qilmanglar degan. Mufsidin degan buzg'unchilik qilgan holatda bunda vayron qilmanglar, vayronchilik paydo qilmanglar. Bu bir xil ta'kidlashimdi. Ay la tatamadaw fil fasad fi hal fasadikum. Yani siz buzg'unchilik qilsangiz, uni davomlashib ketmanglar. Ezvaylamanglar buzg'unchilikda. To'xtanglar. Li'annahum kanu mutamadin fi. Chunki bular buzg'unchilik qilib, uni texmi ig'irlashtirib, bunda qildi. Buzg'unchilik bir qildi. Gash to'xta. Buni davomlashib, texmi ishkirlab ma'mur Ve iz qultum ya Musa, yani shu vaqtda masalanlar, sizlar shu chaqda Musaga deganlar, ey Musa, lam nasbir ala ta'amin wahid. Biz bir xil tamoqqa chidab bo'lmaydi. Chidab bo'lmaymiz hargiz, bo'lmaymiz. Wa ma rizqu fittihi min al-mann wa salwa. Demak bu ta'am wahid degancha, shu ezib yurgan joyda ular ato qilgan mann va salva, asal bilan buduna. وإنما قالوا على طعام واحد أن بلد برخل تمق ده bu bir tamak degine yani iki tamak vardı. Ne için bir tamak dedi? Mennu vardı, sabah vardı. Ya bir tamak da patladı. Liyannahum aradu bil vahid ma la yatabaddal. Özgermeydiğin bir xillam tamakna bir tamak. Xuddi masalan biz tamak yesakmi, atiganda jixil kesib xil tamak yesakmi, bir hafta davomlashib qoladi. Bir xillam tamak yeyveramdik deymiz-ku, shunga o'xshash. Bu odat ibora surasi bu mumkin so'z endi. Walau kana ala ma'idati ar-rajul alwanun 'idda yudawim 'alayha kull yawmin la yubaddiluha. Masalan, bir kishining oldida, do'stxonda bir necha turlik 3-4 xil tamoq bor ekan, lekin kunda shu 3-4 xil yeyversa, almashmasa, bu bir xil tamoq deyman. Bir xil tamoq yeyveramdi men. Yuqalu la yakulu fulan illa ta'amun wahidan. Xuddi uning hamda biz bir xillam tamoq yeydi bu odam deymiz deydi. Almashtirmoq. Va yurad bil wahda nafi tabaddul va ikhtilaf. Ya bir xil degandan, bir tamoq degandan almashmaydigan, o'zgarmaydigan kelmam. Aw aradu annahuma darbun wahid, li'annahuma ma'an min ta'ami ahli at-taladdud va at-tatarruf. Yaki bu bir xil tamoq degandan rahat farog'at, huzur halovat yashaydigan xalqlarning tamoqi. Manda bir kishilarning tamoqi deb shunda bir xil kishilarning tamoqi deyapman. Baylarning tamoqini yavramdiq, ya shaharliklarning ishkarga chiqadiganlarning tamoqini yavramdiq degandek. Tatarruf deya rahat farog'at, taraf, huzur halovat, rahat farog'at. Va kanu min ahli az-ziraat, an ula aslida cho't dehqon kishilar. Dehqon tirikchilikda bular aslida ziraat bilan shug'ullanadi. Yani bu 40 yil oylik jarayonida sayko'kda ya'ni undigan narsa yapmoqda. Yani shu bunda bir xil tamoq yeyveramdiq bizlar. Piyoz, samsoq, kuda, adas, tarxamak. Kunni kavob yeb bakkan, bir oydan keyin bo'ldi deysiz. 40 yil shu kun bir xil tamoq yeyishim ham o'zim bir jazodan bo'ltirgandim. Bir hikmat var. Ya bu jazo emas, sen buni och qo'ymay tamoq tayyor tamoq pishirib bergan bu nima? Şu nemani eslatdi hozir. Bo'lmasa ochlik o'ylatdinglar yoki baklam qizinib qoldinglar demoqchi. Wa kanu min ahli ziraat fa aradu ma alifu min al-buqul wal hubub. Demak, saykoktat, anda don xarakterli tamoqlarni silib qolgan bular. Yeyishni xohlagan. Fad'ulana rabbak. Biz bir xil tamoqqa chidab bo'lmaymiz. Shunga Parvardigoringga duo qilsang, salbu, yani tilgin va qullahu akhrij lana. Undan bizga bunda chiqirib berasizlar deb duo qilgan demoqchi.
Yani dua qilganki bizga bunda chiqib basun, yuxrijlana, yuldillana va yujad, yani mishadan chiqib basun, paydo qilib basun. Bu misalda shirklik bormi shunda? Xuddi o'zining Robbamasdak, "Idza anta va robbuka faqatila", sa'azan Robbi bilan birib muqtaldi. Robbak deb. "Mimma tumbitul ard min baqiha", zimin o'stirdigan shay ko'ktatlaridan deydi. Ziraatlardan. Baqil degan ko'ktat. "Ma ambatatul ard" mana. Minal qudar. Zimin o'stirgan ko'ktatlar. Val murad bihi atayibul buqul. Buningdan maqsad shu shay ko'ktatlarning ziraatlarning isillari, obdallari deydi. Masalan qanda kan na'na, ma Misrda na'na mashhur. Çay İslam na'na bilan damlab ichadi. Bu na'na nima? Yalpuzmi? Yalpuz. Bu pinni bilan yaqin juqdan desek bo'ldi. Yalpuz deymiz. Na'nani yalpuz deymiz. Pinni degani qaysi o? Pinni deganmi shunga o'xshash buraydigan. Bizda masalan pinni murabbasi, pinni gulqini deb cho'chira, shu qashimizda ash ko'kidek birisiga quritib chechib qo'ygan nima bor. Gup-gup buraydigan. Val karafs. Karafs degan chiqsan o'g'irsiz nima? Karafs dedi. Karafsha. Val kurrat. Kurrat degan kuda. Jusay degani. Va nahwima mimma ya'kuluha an-nas. Ashuna insonlar yeydigan, ashunda shay ko'ktatlarni demakchi. Va qissaiha, ya'ni uning tarxamaklaridan. Qissa degan tarxamak. Tarxamak, saykavisi, mujnaslar. Va fubiha. Fum degan buğdaymi deyildi yoki İbn Mas'ud mana qiraat vakin va tawmiha da samsaq mı deyildi. Bu samsaq degan bakrak shuda buninglar. Chunki hozir saykuktatni sanoat uchun ama va Qashqarda hozir vaqtda mush oylarda ko'k yeyishga bak tashna bo'ldi. Mishaga Qashqarlik bolalar balki ko'k yeyimiz kelib ketdi deb hozir qattiq tashna bo'lgan bo'lsin. Bizdan o'sha kichik taqabirat sanqa o'sgan. Bilamas bizning qisqa vaqtda yo. Kendi şekil oldu gibi. O faydası geldim yetmedi. Tamam tamam. Parmak küçüğü nimisinde ondan ikinci şöyle bir kadar terbiye terini güzelleştirdi kan küçüğü arkadan yaxşılaydigan nimisinde. Tamam da Allah bunu fakat başında kadrini bilgilenmeydi. Biz Kaşgar'da çıkıp pensiyon şartlarım olmamaydı orada. Aynen. Bersin diyen bir de. Ve adasiha ve basaliha. Adas deganimiz hozirgi biz bu yerda nima qildik va masalan qizil purchoq yoki buni Uyg'urcha yesimoq deydi. Yani bu odat biz yeb turgan narsa emas bu. Qizilmosh, yesimoq bunda ataydi ekan. Ay bu cho'nglardan so'rsammi yesimoq deb depirama qamisiz deb topsam chiqadi. Ma xanzuchi bu xungdadirmi bir narsa edi bu. Qizil purchoq degandek bir narsa. Qizilmosh. Bundan qizili var. Qizg'uch va tuxumsariqidek yana qepini olmagan mag'zirangdaklar var. İntay ismi nasıl bu? Ve basaliha. Ve uzmandan çıkan piyazlar deyildi. Demek sey köktalını sevindi bunlar. Qala tastabdiluna alladhi huwa adna. Sizlar tuen nasini isil Allah Taala bir vaqt isil nasiga tegishimizlar, almashtirib olamizlar. Musa alayhisalom da deydilar. Aqrabu manzilatan ve advanu miqdaran. Aqrabu manzilatan degani maqsad nima shu? Darajasi tuvan demakchi. Aqrab manzila degan. Ve advan miqdaran degan buni qadrmi tuvan. Ya'ni bu tuvan turgan narsani sizlar bunda isl nasiga isl tamoq tegishamizlar. Ve dunu vel qurb yu'abbir bima an qillatil miqdar. Ya'ni buning qadr qimmati tuvan demakchi. Billazi huwa khayr. Mana hozir mana ikki narsani istibdalni ikkili maqulumini aytadiku mana. Anda billazini ekanmigan. Yani billazi huwa khayr. U afzal bo'lgan narsaning o'rniga almashtiramizlar. Ya'ni khayr degani arfa va ajal. Yaxshi, afzal bo'lgan. Khayr degan ismi taqdirmish. Odatda khayrda akhyar deb chiqmaydi. Asal 95% khayr deb chiqadi. Bu bunda simay. Khayr yani mana akhyar, afdal. İsmi taqdir. İhbitu Misran. Misrga tushinglar. Yani bir şey birimiz degan tushish deymiz hozir. Qashqarga turib atib chiqdim. Ko'lib turib Urumchiga chiqdim deganda. Tushinglar deyman. Uyg'urchadan bor. Bu osmondan tushmaydi hozir. Bir şeyden bir şey tushadi. Minal amsar ay inhadru ilayhi minatti. Ezib yurgan mushjaydan qachchida aşağı shaga tushinglar. Va biladati ma bayna Beytul Maqdisi ila Kansarin. Endi bu te degan jut, ya'ni aşağı 40 ezib yurgan aylanib yurgan jut qayerda desa, bu Beytul Maqdis bilan Kansarinning aralig'ida. Kansarin o'sha Falastindagi bir diyor. Beytul Maqdis bilan Kansarin aralig'ida. Xuddi Rafah bilan Beytul Maqdis Quds aralig'ida degandek. Shuna bir joy ekan. Ve 12 farsahan fi 8 farasih. Demek bunun külüme 12 farsahda 8 farsah ekan. Shunda bir joy ekan.
Yani to'g'risi bunda, uzunluğu bunda. Aşağıda bu Müfersah kaç buldu? 5 kilometre atrafı. Demek 12 ise 5 kilometre olsa 60 kilometre. 60 kilometrede 8'i 5 kere 8 40 mı? 40'da 60 kilometre. aşağıda özümüzde bilmey şöyle. Şöyle evet çıkan mı? Küçükken yaka bulsa. He. Şu uzunluğun sağlığının nispeten küçük ama. Uzunluğun dedi bayat. 1 milyon boğandı bazı. Yani şu bir vilayetten zimine. Allah Teala azdır etti değil mi? Ular kança yolun tep bir tarafıyla mamantın yana şöyle bayan şey. Yaşa gerek. Kanda his kılıp zardı ya çıkan mı? Ev Mısır'a Firavun, ma biz turvatkan Mısır'a. Ya ki Mısır'a mı şu? Mısır'da atalganmış o diğer vagon Nil deryası kesip ötkenmiş. Diğer ne demekçi değil. Yani Mısır'ı çıranlığa değil. Mısır Kur'an-ı Kerim'den 19 katın tılığı ilingan. Mısır şunda uluğu ya. Bizim diyarımız bir katın tılığı ilingan bu olsa dokunumuzu asmana taptı. Ve innema sarrafahu ma vücudu sebebeyn. Enbiyada memnununa sarf kılmaptı. Mısır'a demeyin Mısır'an. Ne için? İki sebep varmış abi. Şunda turuqluq memnununa sarf kılmadı deydi. Bu iki sebep mi? Ta'nif ve ta'rif. Çünkü Mısır'ın yerge şu Mısır'ını közleyenken bu marife oldu. Xuddi bu alamiyadek ha. Anda muannasken. Mısır muannas olduken. Ev lisukun vasati ke Nuh ve Lut. Neden de nima uchun bu ikkisi jam bo'lsa bir jutni ko'zlaganlik uchun irodatul baland. Bir jutni maqsad qilganlik uchun bu yerda masabning birisini nima qilyapti deydi. Yo'qda qilyapti. Yoki o'ttiri sakin bo'lganlik uchun. Mamnuna sarfda adat o'ttiri sakin sulasi yo'lab qolsa, mamnuna sarf qilsang bo'ldi, qilmasang bo'ldi deb ruxsat bor. Joiz. Indun Nuhun degan. Lut. Ve fîmel ucma ve tarif. Mana işkiliste ucma ve tarif var. Şunda turuluq caiz olgandek bu muşunda. Fe inne lekum ma sa'altum. En şakirsanlar sizlarga aytilgan narsalar bor. Aşk sayı ko'ktallar mısı bor? Hadi bu Mısır'an deganda hozir nima? Ishqil tafsir bor. Mısır'an deganda belki Baytul Maqdis bo'lishi mumkin. U Mısır minal ansar yoki Mısır bo'lishi mumkin. Demak, qanday kirsanlar, ma'arliqdagi cho'ldan chiqib sizlar qanday kirsanlar Çilikanlar şu yerda bor degan bo'lsin. Ay fa innalladhi sa'altum yakunu fil amsar la fitti. Demak, sizning bu tilgan sayköftatinglar terifsil qildigan, muqim yashadigan joyda bo'ldi demak. Wa duribat alayhim zillatu wal maskana. Yana ularga xarliq va namratliq, yo'qsullik tutilib ketdi. Beşik keltirildi deydi. Yani ju'latu zullatu muhitatan bihim mustamilatan alayhim. Ularni ashu ichiga elib turadigan bek bunda duribat alayhim degan xuddi duribat degan so'zdan oldi. Ularga xarliq va namratliq chediri tikib berildi degandek. Duribat degan o'sha chedir tiksa duribat aytdi, shunga o'xshash. Fahum fiha kama yakunu fil qubbati min darabtu alayhi. Xuddi uni darabtu alayhi qubbatan desa, uni chedir tikpadim degandek, ularga xarliq chediri tikilgandek. O'shada bir majaz istara vakit. Ev ulsiqat bihim hatta lazimatum darbatu lazib. Yoki ular shunda chaplashib, ular qutlanmaydigan, ajriyolmaydigan holatda bo'lib ketdi. Xuddi chaplashqoq bir narsadek. Lazib degan laziq degan o'zi bilgan. Chaplashqoq degan. Yani chaplashqoq narsani sen usan, ayrilanmaydigan, chaplashqoq shilimni bir narsani assaq, bunga usaq, uni chaplashib chiqmaydi. Shunga o'xshash deydi. Kama yudrabu tinu alal hayt fayazdamu mana. Xuddi tamga layni assanglar chaplashib chiqmaydi. Anjan tamdak, ya saraj tamdak layni chaplasa chiqmaydi. Shunda otidamda urudi. Fal yahud sagiruna adilla ahli maskanatin vafaqat. Demak, yahudilar intan xar ahli maskana, namrat va faqirlik ahli deydi. Bu bir tafsir. Hamda imma alal haqiqa bu şu çağda 40 yıl jarayonida durbat alayhiddin oldu hozir. 40 yıl jarayonida. Ve imma litasagurihim ve tafaqurihim khifatan tudaafa alayhim al-jizya. Yakin da adat normal ahılda durbat alayhiddin degan umum bo'lsa, bo'lganda tutilib ketgan desak, bir 50-60 yil, 100 yil bunda bir bayroq qasib qilish mumkin, lekin umuman endi xarliq tutilib ketgan desak, islom hukmronligi bo'lgan chaqda bu qanday qiladi bo'lsa, asli bayosimi bizning jizya to'lam baj yengilroq ilnomika deb o'zini kambag'al ko'rsatdi, yo'qsul ko'rsatdi deydi. Tasavvur degan shu.
Özden de har köstü. Bek namurat bek yoksul çıray buluviliş köstürüş. Bişara köstüzken özden. Baş igir bajalını soğandı. Hazır ticaret dedim başga kep kalsa o soğudukanda o soğudu yok. Teslap kullanmayı oturmaz. Aptaksın aptarlık deydiği. Bek özden aşında soğuduklanmaya köstüdü. Başga igir ötmüsün de. Şunu okşar. Ve keda kullu ma kana qablalha ya'un sakina alayhumuz zullatu hamza vali. Hamza ve ali iskare alayhumuz zullat bunda. Humu deb tashra o'qibdi. Alayhumuz zullat. Yana Qur'oni kelgan mushi hadin ilgiri yalam kelgan bo'lsa, alayhim degandek, alayhi degandek, buni ashunda o'qibdi. Huda. Ve bi kasriha vel mim Abu Amr. Abu Amr degan qari mimnimo hanimo zir o'qibdi. Alayhimiz zillatu. Ve bi kasriha ve dammul mim gayruhum. Alayhimuz zillada boshqa biz o'qigandek, Ve ba'u bi ghadabin min Allah. Yana ular Allohning g'azabiga uchrab ketdi. Loyiq bo'lib qoldi. Bu ba'a fulanun bi fulan degandek. Ida kana haqiqan. Falani haqiq bo'ldi. Bi an yuqtala bihi li musawati. Yani u onun beraber bo'lganlik uchun ashuning o'rnida o'ltirildi degan. O'ltirishga loyiq bo'ldi degandek. Ay saru ahqqa bi ghadab. Yani ular Allohning g'azabiga loyiq bo'lib qoldi. G'azabiga uchrashga haq bo'lib qoldi. Wa anil kasai raja'u. Anil kasai ba'u yana raja'u deb tafsir. Yani Allohning g'azabidan qaytdi ular. Yani xuddi bir joy berib, malag'ilib, narsa ag'ilib berib bular nimani o'silib ketdi. Allohning g'azabini yutib ketdi demak. Faydalanmay Allah'ın gazabını edip gitti demez. Hakkı. Raca'nın şerifini haffı böyle koy. Ya, haffı da şerilmepti, başka nüskulda haffı da. Ya, anda yazıp kepti. Lekin bu hatan, ma doğrusu raca'u diyor. Mesela bağının mənisi raca'u demek mi? Zalike aşu dedi ama. Zalike işara lil ba'id. Tamam. Aşu işareti lama taqaddama min darbi zillati vel meskene vel xilaqati bil ghadab. Yani aşularning yo'qsullik, qarliqning ichida qolganligi, ularning g'azabga loyiq bo'lganligi. Buning sababi nima? Mush qarliqningki g'azabga loyiq bo'lishning sababi nima? Bi annahum kanu yakruna bi ayatillah. Ular Allohning oyatlari, mo'jizalari demakchi, o'sha oyatlari. Ashuni tanitdi. Yoki Alloh taolo nozil qilgan Tavrat bu emas. İşenmeyimiz, Allah'ın yüzünü görsət, şu çağda işimiz yaptır olup demezler. Evet, müezzilerge tanıttı. Şunun sebebini dedi. Ve ennehum ne? Ve yaktuluna nebiyyin, peygamberlerini öttürttü. Demek bu Yahudi ama peygamberini öttürülen. Ma derecede var şeyde. Ve yaktuluna nebiyyin diyen ne var? Peygamberlerini öttürülen. Yaktuluna diyen de kudda bu, davulmuş kilovatkan kuypeyli de. Ötürek türkte. Peygamberlice, Zekeriya, Yahya, bil hemzeti nafi' ve keza babuhu. Babuhu diyen, işte nebiyyin diyen sözüne, nebiyyin münasebetlik. Mesela nebiyyun dep geldi, nebi dep geldi, enbiya diyendek. Muşu babtıllan kelgen bolsa, bunu kanda kıraat kılıp okudu nafi' hemzeden. Nebiyine, nebiyyin. Anı nebi, enbiya diyendek ya. Bunda evla okudu. Yani onlara hemze ekipti. Ey derke bir sebebi küfrihim ve katlibil enbiya. Yani aşo, azap, yoksulluk, gazabga akif bulaş, ularning tanğanligidan peygamberlerin öttəgillikidən bolğan. Ve qad qatalatil yahudu Şa'ya ve Zekeriya ve Yahya. Şa'ya bu bir peygamber. Yani Şa'ya diyen peygamberini öldürüp, bu peygamberin kelgen bulğanda. Minhum men qasasna aleyke ve minhum men lem naqsus aleyk. Şa'ya'nı öldürüptü, Zekeriya'nı öldürüptü, Yahya'nı öldürüptü. Nasıl Şuayb öldürüptü? Şuayb da to hata. Şuayb'ın o Yahudinin öttəgilliki belki o inan. Yani özdeciler ölgen olsun mümkün Şuayb aleyhisselam. Yani Şa'ya aleyhisselam qanda öttəgən Beni İsrail'in padişahlarımızı ölüp ketken. Ölüp ketkenken bu taxtalışı tutuşup birbirine kırışık başlar eken. O unda kılmanlığa da tozsa Mekke'den bunu mu ötürüptü? Hem de Yahya aleyhisselam çoğu bunun vakalık var uzun ömür cereyanı. Zekeriya aleyhisselam'ınki oğlu. Hem de Yahya aleyhisselam öttədi başta. Yahya'nın kanında öttədi. Şu çağdaki bir padişah, bir ayalı var. Bu ayalı kerep, ölək dep kalan çağda, bu ayalın xuddi padişahlık bizim çıketmeyen bolsa, çengilимizden çıketmeyen, bunun evladının çıketmeyen bolsa, bunun bir kızı varken ayalının. Lekin başka adam bolgan kızı eken de, padişahdan bolmagan. Sonra sen bu şu kızımını alsan, benim ornama kızım Melike bolsa deydi. Yani ki bu yok, seni ağam tutsam, bu bunun ögey kızım tutsa, bu dürüst kılam da olsa, bunu Yahya'dan sorap, fetva verse buldu. Yani Yahya adamı atıp sorsa dürüst kelmey doğrandı. Baranda fatva geldikken, Yahya bunda fatva geldikken, bu ayalından padişahını kışkırtıp,
Sağ Yahya'nı ötürüp kallisine kelmesem. Yahya'nı şunu ötürüp eğer dep ötürümdü kallisini ayırıp ekegendiken tökelgen kan Yahya'ya sığmay bunda bulduk şeygende. Vaj sığmay ekan bu. Kallisine ekilip şuna Yahya Aleyhisselam'ın kallisi bir yerde dep nıkılmam. Andın bunu ötegendiken ötürüp yana şu alıman degendiken şu jutke şu mümin aqti çoğ turduğan mesela Zekeriya Aleyhisselam var dedi ama şu bu qiyğının qanday gap bu munda mı qılamsa bunda to'y qilishing haram andiki bu payg'ambarni o'tadi munda qilamiz deb norozilik bo'ldi degan hozir norozilik bo'ldi degandan o'g'lini bosib uni o'tadi Zekeriya Aleyhisselam o'tirib boshqa ular o'xshash anda haq turib haq gapni qilganini o'tadigan demak yahudiylar o'shanda va bir fatvo sababidan o'ldirilgan Yahya Aleyhisselam Yahya dedi yaş nima va hasura va nabiyyan min as-salihin dedi. To'yqilgan payg'ambar shu. U ayollarga yaqin kelib qolmagan. Hasur degan ayollarga yaqin kelmaydi. Ya shu Yahya. Esasen to'yqilgan. Prezident qilgan turgan islom olimlari to'yqilgan deydi. Nima mishada shu payg'ambarimiz undan boshqa payg'ambarni o'tirarlar. Shu qatalatul anbiya deb nomi bor. Aw min naba ayrtafa. Yoki bu naba degandan hamiz yo'q. Odamda o'rlidi, ko'tarildi degan ma'noda. Xudo payg'ambarmo bunda sha'ni yuqori martabali kishi degan bo'ladi buni asosan. Naba bo'lsa xabar akavchi degan, xabarga munosib. Nubuvat ismi yuqori o'rinni, egiz o'rinni ekan. Ham naba deganning kasa xabar akavchi bo'ldi nima? Yoki uningga Alloh taoladan xabar keladigan kishi degan bo'ldi. Ya'ni ahamiyatli xatirva xabar ilib keluvchi yoki xatirva xabar u kishi qildigan zot, ya'ni vahiy qildigan zot degan nabiy degan. Big'ayril haqq, nahaqdir. Indahum aydan. Ya'ni ularning nazaridan buni o'tgan chaqda o'zining e'tiqodini shuni o'tishni haq degan nima u yo'q bo'ldi. Bilib turib, ya'ni jinoyatning ig'irligida. Balki bizsa buni yo'q o'zim to'g'ri qildim-ku. Bizning qonunimizda, bunda odatimizda, bunda qilsak to'g'ri degan e'tiqod bilan o'tirish bor. Bunun o'zining qarshidimi, e'tiqodimi, aniq xatoligini bilib turib o'tirib ekan. فإنهم لو أنصفوا لم يذكروا شيئا يستحقون به القتل عندهم في التوراة. Demek ular insaf bilan qarasa, Tevratning hukm bo'yicha qilsa, ular o'ldirilgidek bir masala yo'q bo'ldi. وهو في محل النصب على الحال بغير الحق ناحق holatda, nahaq ravishda degan ma'no. من الضمير في يقتلون yani ashularni nahaq o'ldirishidir. Ay yaqtulunahum mubtilin yani mubtilin degan shuna. Zalika demak zalika bir ishora qildi hamda zalika takrarul ishora bima asav ashu zulla va ba'u bi ghadab degan bo'lishi mumkin yoki mush payg'ambarlar o'tirib bunda qilishi degan bunga ishorat bo'lishi mumkin. Bima asav va kanu ya'tadun yani ashu bularning osiylik qilganligi tufaylidan va yana chekdan eshib tajovuz qilganligi sababidan bo'lgan. Bisabab irtikabihim anwa'al ma'asi turlik ma'siyatni qilgan, Alloh taolo belgilagan chekchigirdan ish tajovuz qilgan har qanday ishlarda, endi Alloh taoloning oyatlariga tangan, payg'ambarlarni o'tagan, demak bularga kelgan azob hozir xarlar asabdan bo'ldi. Vaqila va i'tidahum fi sabt yana bir qarashda ularningki shanba kuni masalasida tajovuz qilganlikdan, shanba kunining hurmatini saqlashda tajovuz qilganlikdan. Va yujudan yushar bidarga ilal kufr. Dalik degan so'z bilan kufrlikqa, anbiyoga ishorat bo'lishi mumkin. Alanda dalik bi sabab isyani va i'tidain. Ya'ni ashu kufrlik payg'ambarlar o'tirash ashularning osiylik tufaylidan bo'lgan, usalliqidan bo'lgan demak. لأنهم انهمكوا فيهما وغلوا. Çünkü ular bunu kuluqlıqça çökep ketdi deydi. Kulaq tuyugicha çökep ketdi degan. وغلوا bek aşurvatdi hatta qasat qulubum. Ahiri ularninki dillari ketib, bag'rida sho'rib ketdi. Fajasaru ala juhudil ayat. Natijada ular Alloh taolaning mo'jizalarini tanishga jur'at qildi va payg'ambarlarni o'tirishga jasorat paydo bo'ldi. Aw zalikal kufr val qatl ma'a ma asaw. Yoki ashu kufr va payg'ambarlarni o'tirish ular osiylik qilganliklari bilan bizlashib bunda azob uchrashning sababi bo'ldi. Innallazina amanu iymon etganlar. Yani bu iymon etganlar bu yerda bunda demidi. Degan tafsirda tili bilan iymon etgan lekin qalbida iymon etgan. Xuddi bu munofiqdek. Bu bir xil tafsir. Vallazina hadu yana yahudi bo'lib ketganlar, yani tahawwudu dedi. Yahudi bo'lib ketganlar. Yuqal hada yahudu
وتهود إذا دخل في اليهودية يهوديزم دينغا كرتا هذا يهود تهود يعني سوزيش للتوقيت وهو هايد يهودي وانشنا هايدون ديدن والجمع هود كونوا هودا أو نصارى دينا هود يهودن جمع هود كان هادن جمع هود يعني bunun hamısının bir xil din diyana şekilden kızı Yahud oldu. Ya ki bazı qarashda Yahuda dinge nispet verilgan de muqal. Yahuda Yusuf Aleyhisselam'ın qirinishi. Ve Nasara diyen çoğu Nasranninki köpük aldı. Xuddi Nedman ve Nedama. يقال رجل نصران وامرأة نصرانة والياء في نصراني للمبالغة نصراني دينا مبالغة شن ديلگان كالتي في أحمري خدما uyg'urchasida qo'g'inni oqchi ko'kchi deymiz go shunga o'xshash bu bir xil mubolag'a summu nasara li'annahum nasarul masih ular nima uchun nasara deb ataldi masih alayhissalomga nusrat berganlardan bo'lg'achqa inna nasara la tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara biz nasaralar. Yani bir ayette İsa Aleyhisselam men ansari ilallah qalal havariyuna nahnu ansarullah. Amenna. Yani demek aşın hemdemçi, nusretlayıcı, yardımcıları diyen bu. Yani İsa Aleyhisselam'ın yardımcıları. Şundan kapılıp ondan bu nasaralar batılgan. Nasira diyen şey var. Şunun da tuğallık için de Muhammed'e emri var. Ve sabiyin diyen yani bir meşhur dinden başka çıkartkenine sabine. Din almaştuğan diyen manna. Din almaştuğuzçılar. Demek bunlar dinden çıkıp şu malum bir kavim ya yıldızga ya periştelere çokungan bolsa sabiye de batılır. Demek ama lügat manası bir dinden başka çıkartkenini bildirdi. Men sabaida kharaja min ad-din. Şuna Mekke müşrikleri mi falan Müslüman boptu olsa sabah Umar falanı sabah oldu. Sabahta sen dinden çıkarttın mı? Bunda değil. Ve hum kavmun adalu an dinil yahudiyyeti ve nasraniyeti ve abadul melaike. Sabiin diyen Yahudizm, Hristiyanizmden çıktı. Bunu taşlap malaikilge çokunğanlar. Ve qilahum yaqrauna zabur. Bazı yak bu zabur okuyduğan bir kavim bula dilipti. Hazır tabiinli yok. Şu çağda var. Yani bu quyosh çokunduğan ya bir yulduzga çokunduğan da parıldığan geplim var. Belki şu İslam kelgan vaqtda bakendi bu. Keyin Rasululloh aytgandan keyin yo'qolib ketgan. Men amana billahi val yawmil akhir. Yani shularning ishida demakchi. Yani ash innallazina amanu degan boshqa iborat. Buni munofiqlar tafsir qildi. Hani ba'zilar yo'q bu munofiqlar emas. Ular har bir payg'ambar kaychi ash bir payg'ambar ishenganlar. Musa alayhissalomga ishinib Isa alayhissalom kaychi shu haq tutganlar. Ondan Isa alayhissalom kaychi Isa alayhissalom ishinib Rasululloh kaychi shu haq tutganlar. Endi Rasululloh kaygan bo'lsa hayot bo'lmasa yana ishenganlar. Bunda deb muqarrardik. Demak mushlarning ishidan yani ayda iymon etganlar shu payg'ambar burun qildina sabiinlardan, nasaraldan, yahudildan ishida men amana billahi val yawmil akhir. Allohga va oxiratga ishonganlar bor edi. Yani ash kafirlardan sap iymon etgan, sog'lom iymon etganlar bor. Ve amile salihan yani yaxshi amallarni qilganlar bor. Falahum ajrun. Demak ashulaga savobları bor Allohning huzurida oxiratda. Ve la xawfun alayhim ve la hum yahzanun. Ularga ya endişe yoki ish-pishqi qayg'urish yo'q deydi. Demak şu keyingi payg'ambar kelgan chog'da uni tinib turganlari emas. Lekin shu kapbo'g'icha iymon etganlar, Alloh va oxiratga shu o'zining payg'ambariga iymon etganlar, ashulaga Alloh to'liq ajrini berdi. Va mahallu man amana ar-raf. Allazina amanu dediga, andagi man amana de. Man amana deganning o'rni marfu. Injalta mubtada xabaruhu falahum ajrun. Yani bu mubtada desak marfu bo'ldi. Uni xabarchi man amana falahum ajrun degandek. Falahum ajrun xabar bo'ldi. Va nasb injalta badala min ismi inna. Innallazina amanuning o'rni allazina amanuning o'rnida qilsa inna man amana billahi falahum ajrun degandek. Bu chaqda badal bo'ldi, tamam? Val ma'tuf alayh. Ma'tuf alayh degan va uningga atf qilingan allazina amanu wan nasara va sabin gellar. Ya mushularning hammasining o'rnida badal deb qarasa, bu chaqda xuddi ismi innadek bo'ldi. Fa xabari inna, bu chaqda ismi inna musho man amana desan xabari inna qas bo'ldi. Al jumla kama hiya. Yani falahum ajruhum. Fa xabari inna fil wajh al awwal al jumla kama hiya. Fil wajh al awwal degan man amana mubtada qilib, falahumni xabar qilib, ondan man amana billahi wal yawmil akhir falahum ajrun degan hammani bir tutiblam, buning xabari deganda qilganmiz. Bütün cümle men amanın tatip ahir kadar inniki xabar oldu ekan. Endi mal bedel deb qarsak,
u chaqda falav majrum buni xabar bo'ldi ekan. Va fa li tadammuni man ma'na shart. Uni bu yerga falahum degan man deganni bir shart ma'nosi bo'lgan ekan. Kim iymon etib amal qilsa, nima bo'lmoqchi esa falahum ajrun. Demak, ma oyat hozir 7-8-10 qadarmış ne'matni sanab o'tdi-ku. Ondan vaba'u bi ghadabin minalloh deb Alloh taolaning g'azabini ko'rsatdi ularga. Yani uning oqidan asta yumshoq gap qilishga boshladi. Bir xil targ'ib bo'ldi. Demak, ularga mukofotim bor, yaxshi amal qilganlar, iymon etganlar, aqdi ching turganlar dedi. Vallazina amanu vallazina hadun nazarga musulmon bo'lganlar, yani aşık undan keyingi, yani bir diyanatninki, yani bir shariatninki boshlanishdan ilgari shu o'z payg'ambarga iymon etib kelganlar. Yani biz onu Yahud Nasara deymiz-mi? Mesela Rasulullah ivatilishdan ilgari yashagan Nasaralar, Nasaral deymiz. Yahudilar İsa iymon etmani o'zlari kafirlab ketdi. Tamam? İsa alayhisolamning ergashuvchilari bu Rasulullah kaygichi o'lib ketgan. Oshkasi iymon etmas. Hozir vaqt kelib qoldi. Salman radhiyallohu anhu vaqasi mushuning sababini nuzul deb qaraldi ekan. Salman bunda uning qo'ldan yetkazib qildiga bir Hristiyan, Yahudiga, uning bunga mullamlarning o'zga uchirdi. Bo'ldi, so'da haqiqat izlab. Qolgan ekan, hozir o'sha yaqinda evatilgan bir payg'ambarning zamoni kelib qoldi. O'sha yaqinda bir payg'ambar chiqdi dedi shu. Yani aşıdan çıksa iman etimizi saklap tuğallar, haq tuğallar şu. Men amalim billahi wal yawmil akhir. Mesela Al-Bahira, Warqat ibn Nawfal, Zayd ibn Amr ibn Nufayl diyendek adamlar. Yani Hanifiyet samhadan tuğallar mesela. Demek aşular hammasi hamda. Öz peygamberlere zamanında şu peygamberin işine, ki peygamberga işimiz deb anda ketganlardi. Shundan yaxshi amal qilganlari bunda savoblar ishi davo demoqchi. Va'id akhadna mitaqakum. Yana aslanlarga bir vaqtni biz sizlardan shu hujjatni olgan, va'dani olgan, ahd olgan, Tavratni qabul qilisizlarmi deb. Va rafa'na fawqakum at-tur. Sizlarning ustinglarga turtig'ini ko'targan to'p. Tur degani shu Jabal Tur. Hatta qabiltum va a'taytumul mitaq. Oxiri sizlar qabul qilib ahd verdinglar. Turtiqqa chiqdiqqa, shu turtiq ham. Bu odat kitob emas bu. Shu chaqdan da ahd. Bu munda qilmasa ahd bermaydigan saqma. Mana vadalganna Musa alayhissalom ja'hum bil alwah. Bu qachon desa Musa alayhissalom 70 kishini tanlab ilib mangdi va keldi. Bir kitob qo'ldandi bu Tavratni alwah va akhadal alwah. Fara'u ma fiha min al-asari va at-takalif ash-shaqqa. Bu hukm va keldi. Buning kitobi belgilandi. Shu kitob kelgandan keyin la o'qsa, buni ig'ir ahkam vakanda. Ig'ir ahkam bu vaqtda soldi. Fakaburat alayhim va abaw qabulaha. Ya bunda qilmaymiz biz deb turoldi. فأمر جبريل عليه السلام فقلع الطورة. Demek Allah Teala şundan Cibril Aleyhisselam buyurup da Cibril turtağını şunda kumraplan aldı, tigidillan, ve rafa'ahu kötədi, fadallalahu fawqahum ulan üstüde sayvanda kılıplarla tuttu da. Ve qala lahum Musa in qabiltum ya qabul qilsizlar, bo'lmasa alqa alaykum. Bo'lmasa üstünlerine taşlaydı. Allah'a. Ve qulna lakum xudu ma ataynakum. Biz aslında kötürüp durup sizga biz bergan kitobni ilinglar, tutinglar. Bu ağlımda ya amal qilmaydi buni bulanmaydi deb turadi. Qani shunda ustiga ko'tarib turib, ilinglar sizga bergan vahiyni. Ya bu mo'jiza. La ikraf degan bu men unda deb qaramayman, tunimayman. Mening e'tiqodim bunda siz qanoatlangan zo'lab nuqlish yo'q. Lekin mava hozir qanda bular kitob tushmasa olmaydi deb kitob tushdi. Menda o'zim deb hamma qiladi. Aniq Musa alayhisolamning payg'ambar Alloh taolaning tarafidan munda evatilgan kitob bilgan hamma rasulligini aniq ifodalangan mo'jiza shunda o'chqashkar tursa, ulmag'adi ekan bu chaqda undan usalliq deydi. Usalliq deydi. Bir kuvvet, çım tutar manada. Xuddi kitobni qala mana çım tutar deymiz va, shu o'xshash çım tutar. Bi jiddin va azimat. Jiddiy qarab, keskin iroda bilan çım tutinglar. Va zkuru ma fihi. Uning ishligini muzokara qilinglar, aslanlar, o'qinglar demoqchi. Vahfadu ma fil kitob, ya'ni yodlanglar, o'qinglar, muzokara qilinglar, uni unutqanmanglar, o'rganinglar demoqchi. Va zkuru ma fihi. Va la taghfalu anhu. Uni g'aflat qilmanglar. La'allakum tattaqun. Shunda qilsanglar, balki sizlar taqvodir bo'lib ketasizlar. Shunda bo'lsangiz umid qilindi. Raja'a minkum an takunu muttaqin. Taqvodor bo'lishingizni umid qilindi. Balki shunda bo'lib qolasizlar.
Summa tavallaytum. Shunda degandan keyin siz qanday qildinglar? Andan yuzni o'rdinglar. Ash ahdidan yuz o'rib, ahdida turmadinglar dedi. Min ba'di zalik. Ash qabul qilgandan keyin Aşından keyin asta yana bulanmadinglar. Falawla fadlullohi alaykum va rahmatuhu. Navada Alloh taolaning sizga qizi marhamati bo'lmagan bo'lsa edi, u chaqda ish chataqdi. Qizi marhamati nima iborat? Bi ta'khiril azabi ankum. Sizlarni shu darhol ishlardan azab o'tmadi. Halimlik qildi. Aw bi tawfiqikum. Yoki sizlarni tavbaga muyassar qildi, muvaffaq qildi. Agar shunda marhamati bo'lmagan bo'lsa edi, nima bo'ldinglar? Lakuntum minal khasirin. Sizlar ziyon tortquchilardan bo'lib ketgan bo'ldinglar. Vallohu a'lam bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.